rostdan maza qilib yuborar ekansiz. Prям kech demasdan mana soat qarang. 11:20 bo'lganda ishxonangizga kelyapsiz. Ko'chada ishlaringiz bitiribdi. Lekin ishlar avjida bo'lsa, uni qo'lga yaxshilab ushlab olamiz. Bola tinimsiz ishlab yotgan bo'lsa, ish ketigulanayotgan bo'lsa, rostdan maza qilib yuborar ekansiz. Ana qilgan mehnatlaringiz o'zini samarasini bersa. Avvalambor o'zingiz uchun to'g'ri bo'lishingiz kerak. Oqqa oq, qorani qora, kontent ekan, video ekan yoki tovarni o'sha sotishim kerak ekan deb chiqib olib valdir-vuldir qilgandan ko'ra, bor narsani ommaga olib chiqsangiz, sizni odamlar kuzatar ekan, kerak bo'lsa qilayotgan ijodingizga like bosar ekan, podдержка qilar ekan, maza qilib yuborar ekansiz. Shaxsan menda shu holat juda ko'p kuzatilyapti. Lutchi misol uchun chiqib olib, mana bir hafta 10 kunlab ham kontent qilmasligim mumkin. Aktivim tushib ketyapti deb mana xohlagan gapimni chiqib olib, xohlagan videolarni olganimdan ko'ra sifatli, samarali odam bizani baribir kuzatyapti. Bir 100 mingta, 200 mingtaga yaqin odam kuzatyapti. Ularga men bir nimani berib, ularning vaqtini olganimga yarasha kontent bo'lmasa, lutchi men kontent olmaganim yaxshi. Men mening ham o'zimning fikrim shunaqa. Biraz mana hozir ham ko'rib turibsizlar, kechasi soat pashti уже 12 bo'lishiga qaramasdan ish jarayonlarimiz avjida. Sizlarni ham nima xizmatlaringiz qiziqtirsa, bemalol kelib elita avtotuning ishinglarni chiroyli, samarali bitkazib ketsanglar bo'ladi.